Lan yaş bolalarga to'yda pishirib qo'yib-ba. Undan ko'ra sen mollarga suv bersin, to'g'rilig'idan ber. Qisib o'tiringlar, короче. Dada chuqurimi? Yana almakashlik qilib mana turkichangizni olyapsiz-da. Bu bilan kindigimiz birda. Biz dadam bilan 5 minutga ajralsak, kindigimiz uzilib qoladi. Jonim. 7 kere 6. 42. 9 kere 8. 72. 1241 ga 87 ni qo'shsa necha bo'ladi? Shuni ham bilmaysizlarmi? Bor, xulqimi chapkada keltirib pishiraman bu ikkosini hozir. Nima qizim? 2 ga 3 ni qo'shsa necha bo'ladi? 6. To'ppa to'g'ri. Nima yeylaysizlar? Matematikaga o'zgartirish kiritilibdi. Bugun axborotda aytdi. Endi 2 ga 3 ni qo'shsa hozir 6 bo'lyapti ekan. Mana deysizlar qizim. Qirolicham ko'chaga chiq. Ya biziq tegirmanmisizlar? Mana normal qo'shiq aytinglar. Dada shik madamshikni aytib beringmi? Bolam, parasatingda ishlat, to'yma bo'lsang, madamshikda aytgani. Bo'lmaydi. Shik madam. Bosur bolam. Sen yelkalang pirillatib o'ynab berasan, tushundingmi? Yo tavba, o'lmas kashik jon tuxumni ichida dadalar joni qizning ichida bo'ladimi deyman?